Farzandingiz 2 oylik bo'ldimi? Endi umumiy massaj haqida o'ylab ko'rishingiz mumkin. Chunki chaqalog'ingiz endi boshini ko'tara boshlaydi, o'z o'rnida dumalashni boshlaydi, 6-7 oylikda o'tira boshlaydi, 9-11 oylikda emaklay boshlaydi hamda 1 yoshida u yura boshlashi kerak. Umumiy massaj bolani chiniqishiga hamda immunitetini mustahkamlanishiga yordam beradi. 2 oygacha bo'lgan bolalarni massaj qilish tavsiya etilmaydi. Shuncha ma'lumotlarni eshitib ham hali ham farzandingizni massaj qilishga olib chiqmadingizmi? Yoki uy ishlaridan ortib farzandingizni massajga olib bora olmayapsizmi? Ha, buning yechimini sizlarga topib qo'ydik. Buning uchun uyingizdan chiqmasdan turib, kattalar va bolalar massaji, parafin, darsinval, elektroforez, massaj turlaridan skolioz, eksobrazniy, sog'lomlashtiruvchi LFK mashqlar kabi xizmatlarimizdan katta chegirmada foydalanib qoling. Ulgurib qoling, oktyabr oyi uchun kattalar massaji 120 mingdan, bolalar massaji esa 80 mingdan qilib belgiladik. Buning uchun Shahlo Rahimovaga murojaat qilasiz. Xayr, salomat bo'ling.